Mavzu nomi, demak, travmatizm va uning oldini olish. Mavzu rejasi birinchisi harakat a'zolari tizimi travmalari, immobilizatsiya va transportirovka qoidalari. Ikkinchisi jarohatlar, jarohatlarning tasnifi, ularning o'ziga xosligi, jarohat infeksiyalari. Demak, harakat a'zolari tizimi travmalari bu suyaklar, bo'g'imlar, bog'lamlar, mushaklar va paylarning tashqi ta'sir natijasida shikastlanishidir. Asosiy turlariga suyak sinishi, bo'g'im chiqishi, bog'lam cho'zilishi va uzilishi, mushak va pay jarohatlari, ko'karishlar, mo'mataloqlar kiradi. Endi suyak sinish turlari yopiq, ochiq, to'liq, notekis, surilgan, surilmagan bo'lib farqlanadi. Demak, yopiq suyak sinishida teri butunligi buzilmagan bo'ladi. Ochiqda, demak, terining butunligi buzilgan holatda bo'ladi. Mana suyaklarning, mana son suyagining sinishi, mana bir necha turlari bor. Va aynan shu turlaridan kelib chiqib, birinchi tibbiy yordamlar ham o'zgaradi. Belgilari, demak, kuchli og'riq, deformatsiya, harakat cheklanishi, patologik harakatlar va krepitatsiya, ya'ni singan joyida ovozlarning chiqishi, ya'ni hajir-bujur deganday ovozlar chiqishi kuzatiladi. Birinchi yordam. Demak, immobilizatsiya, shina qo'yish. Shina degani maxsus, mana rasmlarda ko'rib turganingizdek, taxtadan, plastikdan, rezinadan e, ishlatilgan narsa. Buning asosiy vazifasi, demak, singan e, joyni harakatsiz holatga keltirish. Qon ketishni to'xtatish, ochiq sinishlarda og'riqni kamaytirish, shoshilinch, demak, shifoxonaga yetkazish zarur bo'ladi. Endi oldini olishda, profilaktikasida, demak, yiqilishlardan, lat yeyishlardan saqlanish kerak. Sportda himoya vositalaridan foydalanish zarur. Kalsiy, vitamin D mahsulotlarini yoki aynan shu vitaminlarni yoki moddani, kalsiy moddasini tabletka tarzida iste'mol qilish zarur hisoblanadi. Bo'g'im chiqishi, ya'ni suyak uchlarining bo'g'imdan chiqib ketishiga bo'g'im chiqishi deb ataladi. Mana bo'g'im chiqishi ham kuzatilishi mumkin yoki bo'g'imlarning e, yirtilishi ham kuzatilishi mumkin. Mana chiqishlarning belgilari og'riq, e, demak, неестественное положение, demak, lat yegan joyning noodatiy shaklda, ko'rinishda bo'lishi, shish, kapillyarlarning yorilishi, sezgining yo'qolishi, harakatning cheklanishlari kuzatilishi mumkin. Mana kuchli og'riq, bo'g'im deformatsiyasi, harakat cheklanishi va majburiy holatga kelib qolishi kuzatiladi. Endi birinchi yordamda immobilizatsiya qilish kerak, ya'ni harakatsiz holatga keltirish kerak. Mana masalan, mana shu rasmda immobilizatsiya bo'lyapti. Taxta qo'yapti qo'liga. Muz qo'yish kerak, joyiga solmaslik kerak. Masalan, qo'li barmog'i chiqib ketadigan bo'lsa, ehtiyotkorlik bilan demak, birinchi tibbiy yordamga murojaat qilish kerak, shifokorga olib borish zarur. Demak, profilaktikasida sportda, demak, himoya vositalaridan
saqlanishi kerak, to есть foydalanish kerak, sport texnikalariga amal qilish kerak. Bo'g'imni demak mustahkamlash mashqlarini bajarish zarur, chiniqtirish kerak. Demak, bog'lam cho'zilishi yoki uzilishiga sabablar bu noto'g'ri harakatlar yoki sport e, travmalarida sodir bo'lishi mumkin. Demak, belgilari: og'riq, shish, gematoma, harakatlarning cheklanishi kuzatiladi. Birinchi tibbiy yordamda quyidagi prinsip bor. Значит, singan chiqqan joyini demak tinchlantirish, ya'ni harakatsiz holatga keltirish kerak, sovutish kerak. Keyingisi elastik bog'lamdan foydalanib bog'lash kerak va e, baland ko'tarib qo'yish kerak bo'ladi. Har bitta demak suyaklar bilan sodir bo'lgan demak sinish bo'lsin, chiqish bo'lsin suyaklarning, e, lat yeyish bo'lsin, cho'zilishi bo'lsin. e, Har bittasida demak eng birinchi holat bu aynan shu lat yegan joyni, jarohat olgan joyni harakatsiz holatga keltirishing asosiy prinsiplardan biri. Demak, profilaktikasida chiniqtirish kerak, bo'g'imlarni, paylarni, demak, to'g'ri poyabzal tanlashda ham juda ham ahamiyat qaratishimiz kerak. Yuklamalarni to'g'ri taqsimlash zarur bo'ladi. Mana muz qo'yapmiz, bint bog'layapmiz, tortib bog'lab qo'yapmiz va harakatsiz holatga keltiryapmiz rasmlarda. Mushak va paylar jarohatlangan paytda bunda ham demak turli holatlarda yuzaga keladi. Cho'zilish, yorilish kuzatilishi mumkin. Mana yelka sohasining mushaklari, paylari demak o'zgarishlari kuzatilyapti. Endi manimcha keyingi saytda bor. Belgilari bu og'riq, demak og'riqning kuchayishi kuzatilishi mumkin. Bu spazm bo'lishi mumkin. Bu harakat cheklanishi kuzatilishi mumkin. Ko'karishlar yoki lat yeyish izlari qolishi mumkin. Shish kuzatilishi mumkin. Yana nima? Jarohat olgan joyda, jarohat paytlarida o'ziga xos bir tovushlarning eshitilishi mumkin. Qarsillagan yoki ezilgan tovushlar eshitilishi mumkin. Demak, pay jarohatlarida asosan kuzatiladigan belgilar mana gematomaning birinchi kuni, ikkinchi kuni, 10-chi kuni, 14-chi kunlardagi e, ko'rinishi, ranglari. Endi birinchi yordam yuqorida aytib o'tganimizdek qoidaga asosan tinchlantirish, sovutish va elastik bog'lam bog'lash. Xo'p, birinchisi tinchlantirishga, demak, aytib o'tdik, jarohatlangan a'zoni mutlaqo harakatsiz holatga e, olib kelish, bu og'riqni kamaytiradi. Sovutish, demak, muz qo'yish, bu shish va bunda ham og'riqlar kamayadi. Endi e, har 2-3 soatdan bir 15-20 daqiqaga qo'yib tursangiz bo'ladi. E, Bog'lam qo'yish kerak bo'ladi. Bu shishning oldini olishda yordam beradi. Bintni juda mahkam siqib bog'lash kerak va
jarohat olgan a'zoni, oyoqni deylik, masalan, rasmdagi misolda oladigan bo'lsak, yuqoriga ko'tarib qo'yish kerak bo'ladi. Ko'karishlar, umuman olganda, ya'ni teri butunligi buzilmagan holda yumshoq to'qimalarning shikastlanishi va teri ostida qon to'planishi, ya'ni gematoma e, bilan namoyon bo'lishi. Endi bu sabablari juda ham ko'p. Qulashlar, avariyalar, sport jarohatlari, demak, qattiq narsaga urish, qo'lni yoki qattiq narsa bilan urish, belgilari, demak, og'riq, shish, teri rangining o'zgarishi, keyin ko'k binafsha rangda bo'lishi, keyin sariq yashil tusga kirishi, harakatlarning cheklanishi kuzatiladi. Birinchi yordam. Demak, 24 soat ichida sovutish, ya'ni sovuq kompress qo'yish kerak bo'ladi. Har 2-3 soatda, mana 10-15 daqiqa qo'ysa bo'ladi. Jarohat joyini tinch holatda saqlash kerak. Agar imkon bo'lsa, yuqoriga ko'tarib qo'yish zarur bo'ladi. Keyin 1-2 kundan so'ng iliq kompress qon aylanishini yaxshilash uchun qo'llaniladi. Demak, gematomaga qarshi masalan, giparinli malhamlarni ishlatsa ham bo'ladi. Nima qilish mumkin emas? Demak, birinchi kuni isitish, qattiq bosish, massaj qilish mumkin emas. Demak, muz qo'yish, masalan, keyin bint bilan bog'lash, harakatsiz holatga keltirish va, demak, shifoxonaga yetkazish zarur bo'ladi. Endi sportsmenlar sportda himoya vositalaridan foydalanishi kerak. Ehtiyot bo'lish kerak, ayniqsa bolalarda. Mana sirg'ali, sirg'aluvchan joylarda ehtiyot choralarini ko'rish kerak. Qachon shifokorga murojaat qilish kerak bo'ladi? Mana ko'kari juda katta bo'lsa, og'riq kuchli bo'lsa, harakat qiyinlashsa, boshga urilganda judayam, demak, ehtiyotkorlik bilan shifoxonaga yetkazish kerak. Suyak sinishidagi immobilizatsiya. Demak, nima uchun kerak? Immobilizatsiya degani o'zi harakatsizlantirish degani. Aynan suyaklarda immobilizatsiyani biz amalga oshiradigan bo'lsak, suyaklarning bitishi tezroq sodir bo'ladi. Suyak bo'laklarini qimirlamas holatga keltirish, qo'shimcha shikastlarni oldini olish va og'riqni kamaytirish. Har xil, demak, uskunalari bor. Shular orqali immobilizatsiya qilinadi, ya'ni harakatsizlantiriladi. Bo'g'imlarni, mushaklarni harakatsiz holatga keltirish kerak bo'ladi. Bu aynan birinchi yordamning eng muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi. Bu og'riqni kamaytiradi, e, demak, shishlarni oldini oladi, e, demak, nerv yo'llarini, demak, siqilib qolishidan, qon tomirlarini yallig'lanishidan, qon ketishidan, juda ham ko'p miqdorda qon ketishidan, demak, saqlaydi. Demak, qoida bor: sinishdan yuqori va pastki bo'g'imlar fiksatsiya qilinadi. Ya'ni singan joyning pastki va yuqori bo'g'imlari harakatsizlantirilishi zarur. Bunda e, shinalar foydalaniladi yoki taxta, lineyka, karton, tayoq, shunga o'xshash narsalardan foydalaniladi. Hop.
Jabrlanuvchini tinchlantirish kerak, kiyimni ehtiyotkorlik bilan ochish kerak, qon ketish bo'lsa avval to'xtatish kerak, shinani qo'yish kerak va bog'lash kerak bo'ladi. Masalan, taxta. Shina degani shu taxta, lineyka, tayoq, kardon, shunga o'xshash narsalarni, ya'ni singan joyni harakatsiz holatga keltirishda ishlatiladigan narsalarni, demak, shina deymiz. Va uni bog'lab qo'yish kerak bo'ladi va shifoxonaga yetkazish kerak. Misol, oyoq sinishida ikkita taxtani oyoqning ikki tomoniga qo'yiladi. Oyoq sindi, bitta oyoq sinsa, mana boldir suyagi sinsa, masalan, har ikkala tomoni ichkarisidan tashqarisidan taxta qo'yilib bog'lanadi. Tizza va mana to'piqqa qamrab bog'lanadi. Qo'l sinishida mana qo'lni buklab, ya'ni 90 gradusga masalan shina qo'yib bo'yinga osib qo'yiladi. Rasmlarda ko'rganingizdagidek. Nima qilish mumkin emas? Suyakni to'g'irlash mumkin emas. Kuch bilan demak harakatlantirish mumkin emas. Mumkin emas. Endi immobilizatsiyaning manimcha keyingi slaydlarda bormikan? Yo'q bo'lsa, yaxshi keyinroq tushuntirib beraman. Maqsadlari, qoidalari bor o'zining. Demak, suyak sinishida transportirovka qoidalari. Suyak sinishida to'g'ri transportirovka, ya'ni tashish, jarohatni og'irlashtirmaslik, qon ketish va shokni oldini olish uchun juda muhim hisoblanadi. Mana shinalarning yangicha turlari. Asosiy maqsad suyak bo'laklarini qimirlatmaslik, qo'shimcha shikastlarni oldini olish, bemorni xavfsiz holda shifoxonaga yetkazish. Demak, qon tomirlar, nervlar shikastlanishidan himoya qilish, qo'shimcha mana e, ichki a'zolarga suyak parchalarining e, demak e, lat yeyishdan saqlash, yana nima? Hmm, Hop, og'riqsizlantirish, og'riq kamayadi immobilizatsiya qilgan paytimizda. Transportirovkadan oldin nima qilinadi? Bu bosqich eng muhim. Qon ketishini to'xtatish, immobilizatsiya, shina qo'yish, og'riqni kamaytirish, bemorni tinchlantirish. Demak, immobilizatsiyasiz tashish mumkin emas. Bu hatto katta xatolik. Va masalan, qon to'xtatilgan jarohatda yuzasini tepasidan mana remen yoki shunga o'xshash narsadan foydalanib mana bog'lab qo'yilyapti va vaqt yozilyapti. Vaqt yoziladi. Keyin shifoxonaga yetkaziladi yoki shifokor chaqiriladi. Umumiy qoidalar. Demak, jabrlanuvchini ortiqcha qimirlatmaslik kerak. Sinish joyini qimirlamaydigan holatda saqlash kerak. Sinishdan yuqori va pastki bo'g'imlarni fiksatsiya qilish kerak. Bir necha kishi bilan ko'chirish imkoni bo'lsa, bemorni holatini doim nazoratda saqlash kerak. Demak, e, agar bizda maxsus tibbiy shinalar bo'lmasa, kardon, tayoq, yana nima, soyabon misolda shulardan foydalansak bo'ladi. Imkon qadar demak shinani yoki mana shu biz foydalanayotgan taxtani, tayoqni, kardonni yoki ikkita bo'g'imga bog'lab mustahkamlashimiz kerak bo'ladi. Demak, ikkita bo'g'imni qo'shib, e, qamrab bog'lash zarur bo'ladi. Mana lat yegan joyi tepa pastidan. Demak, keyin suyaklarni to'g'rilashga harakat qilmaymiz. Demak, e, demak, mana taxta foydalanayotgan paytimizda mana qattiq narsa-ku baribir. E, Mana oyoqlarga taxtani yaqin qo'yayotgan paytda taxta bilan oyoq o'rtasiga bitta bir mato
paxtami, kiyimmi shuni qo'yib bog'lash kerak. Taxta oyoqqa ham lat yemasligini oldini olish maqsadida. Keyingisi oyoq sinishida mana yotqizib tashladi. Shinalangan, ya'ni immobilizatsiya qilingan oyoq qimirlamaydi. Ikki kishi yordamida demak ko'tariladi. Bemor nosilkada yotadi, oyoq ikki tomonga taxta bilan bog'langan holatda, mana rasmda ko'rgan holatlaringizdagi kabi. Qo'l sinishida demak o'tirgan yoki yurgan holda tashish mumkin. Qo'l kasinka yordamida demak bo'yinga osib qo'yiladi. Qo'l shinada bo'yinga osilgan, bemor o'zi yurishi mumkin bo'ladi. Immobilizatsiya qilishda masalan qo'l tirsakdan 90 gradus darajada bukilgan, shina qo'yilgan, ro'mol yoki bir bint yoki bir boshqa mato bilan e, demak kasinka bog'lamda qilib osib qo'yish kerak bo'ladi o'yinga misol. Umurtqa sinishida demak bemorni mutlaqo qimirlatmaslik kerak umurtqa sinishida. Bu mumkin emas. Uni, ya'ni bemorni faqatgina qattiq mana e, va tekis yuzaga yotqizish kerak bo'ladi. Bu bo'lishi mumkin. Masalan, nima? Zambil bo'lishi mumkin, tekis zambil e, bo'lishi mumkin, taxta bo'lishi mumkin, eshik masalan. Shularga yotqizilgan holatda qimirlatmasdan shifoxonaga yetkazish kerak bo'ladi. Mana bu rasmda ham ko'ryapmiz, to'rtta kishi kerak bo'lyapti. Beshta kishi ham bo'lsa ham bo'ladi. Buni soni ahamiyati yo'q, ko'p bo'lgani yaxshi. Yon tomonga shu taxtani qo'ydik. Uchalasi demak mana yon tomonlatsa, to'rtinchisini taxtani tagiga qo'yadi. Bittasi boshini ushlab turibdi, keyin yana yotqizib bog'lab qo'yishadi taxtaga. Roglar usuli mana bu. Bosh jarohati bilan yuzaga kelgan bosh jarohatlanganda endi boshni bir tomonga burib yotqizish kerak bo'ladi. Endi buni ham boshi qaysi qismi qanday shaklda jarohatlanadi, bunga ham ahamiyat qaratilishi kerak. Demak, qusish bo'lsa, demak, havo yo'lini ochiq saqlash kerak bo'ladi. Ya'ni nafas yo'llariga qusuq massalari tushib ketmasligi kerak. Demak, qat'iyan mumkin emas. Immobilizatsiyasiz bemorni tashish, sinishni to'g'irlashga urinish, bemorni siltab ko'chirish, o'zi yurishga majbur qilish, oyoqlari singan paytda. Bu mumkin emas. Jarohatlar, travmalar bilan tashqi omillar, mexanik, fizik, kimyoviy ta'sirlar natijasida yuzaga keladigan va organizmning anatomik va fiziologik funksiyalarining buzilishi bilan namoyon bo'ladigan holat. Demak, mexanik jarohatlar, termik jarohatlar, kimyoviy jarohatlar, elektr jarohatlari, nurlanishlar bilan bog'liq. To'qimalar endi shikastlanishiga ko'ra ochiq jarohatlar, ya'ni teri va to'qima butunligi buzilgan, infeksiya xavfi yuqori bo'ladi. Unda yopiq jarohatda teri butunligi saqlangan, ko'karish, sinish, cho'zilish bilan namoyon bo'ladi. Og'irlik darajasiga ko'ra, demak, yengil, o'rtacha, og'ir, juda og'ir darajalari farqlanadi. Lokalizatsiyasiga ko'ra, demak, bosh jarohatlari, ko'krak qafasi, qorin, qo'l, oyoq jarohatlari kuzatiladi. Jarohat orqali mikroorganizmlar, demak, bakteriyalar, viruslar, zamburug'lar tanaga kirib, mahalliy yoki umumiy infeksiya chaqirishi mumkin. Demak, ulardan Staphylococcus aureus, Staphylococcusning boshqa turlari, Streptococcus bilan boshqa turlari, anaerob bakteriyalardan Clostridium,
gram manfiy bakteriyadan Escherichia coli, Pseudomonas kirishi mumkin. Mana bakterial infeksiyalarda masalan impetigo mana bolalarda ko'p uchraydi asosan. Bunga sabab Staphylococcus aureus yoki Streptococcus pyogenes degan bakteriyalar tushish natijasida sodir bo'ladi. Ravak terining qat'iy cheklangan yallig'lanishi, teri yorqin qizil rangda, teginganda, demak, issiqlikni sezishimiz bilan namoyon bo'ladi. Bunga ham demak bakteriyalar sabab. Furunkul soch follikulasi yiringli yallig'lanishiga aytiladi. Mana follikula sochning yiringli yallig'lanishi bilan namoyon bo'ladi. Bo'rtib chiqib turibdi yiring. Furunkul. Karbunkul bir necha follikulalar birgalikda chuqur yiringlash mumkin. Immun tanqisligida ko'p uchraydigan holat. Mana furunkul, mana karbunkul bu judayam chuqurroq bir nechta demak soch follikulasining yallig'lanishi bilan namoyon bo'lishi. Flegmona demak yiring ichkarilar to'planib qolib tashqariga e, chiqa olmasligi. Sellyulit, terining chuqur qatlamlari infeksiyasi, umumiy intoksikatsiya kuchli namoyon bo'ladi. Mana birinchi davr, ikkinchi davr, uchinchi, to'rtinchi davrdagi holatlar ko'proq mana yosh katta insonlarda kuzatiladi sellyulit. Qoqshol, demak, og'ir, e, hayot uchun xavfli infeksiya bo'lib, Clostridium tetani toksin ishlab chiqaradi. Toksin nerv tizimiga ta'sir qilib, mushaklarning kuchli spazmlarini chaqiradi. Tuproq orqali yuqayapti. Misol mana oyoq jarohatlangan, tuproqda bor, tuproqdan yuqayapti misol. Yuqish yo'llari, chuqur jarohatlar, pichoq yoki bir metall orqali yoki mix teshib kirganda, kuyishlarda, tuproq tegishida jarohat joyiga, tug'ruq paytida gigiyenaga amal qilmaslik paytlari, jarrohlik yaralar holatlarida kuzatilishi mumkin. Mana it tishlaganda, pirsing qilganda, mixni bosib olganda yoki bir pichoq bilan qo'lni kesib olgan paytlarda e, shu kasallik bilan kasallanish mumkin. Tetaniy bilan, qoqshol kasalligi bilan. Demak, e, qo'zg'atuvchi yallig'lanishlar orqali kiradi va asab tizimiga ta'sir qiladi, tutqanoqlarga olib keladi, keyin o'lim holati sodir bo'ladi. Demak, qo'zg'atuvchining toksini tetanospazmin deb ataladi. Orqa miya motor neyronlariga ta'sir qiladi. GAMK, gamma aminomaslanali kislota va glitsin kabi mana tormozlovchi mediatorlarni bloklaydi. Natijada doimiy mushak spazmlari kuzatiladi. Asosiy klinik belgilarda boshlanishida demak yengil bosh og'rig'i, jar mushaklarining taranglashishi kuzatiladi. Trizm deydi buni. Ikkinchi kuchayishida Rhesus sardonicus ya'ni yuzning tirishayotgan holati kuzatiladi. Irjayib qoladi. Tirjayib qoladi inson. Yutish qiyinlashadi. Orqa mushaklarining spazm bo'ladi. Epistatonus mana inson mustik tashlayotganga o'xshab qoladi. Kuchli og'riqli tutqanoqlar bo'ladi va nafas falajidan o'lim holati kuzatiladi. Mana bu qo'zg'atuvchining bitta bir farqi boshqa qo'zg'atuvchilarga qaraganda, mana organizmga boshqa qo'zg'atuvchilar tushsa, asosan qon orqali tarqaladi. Bu qo'zg'atuvchining organizmga tarqalish yo'li bu nerv yo'llari hisoblanadi. Mana it tishladi yoki mixni bosib oldik. Demak, qon orqali emas, nerv yo'llari orqali bosh miyaning asosiga qarab harakatlanadi. Bu demak qo'zg'atuvchi. Bunaqa xususiyati bor va bosh miyani zararlaydi. Demak, trizm kuzatiladi, ko'p terlash, yutishda qiyinchiliklar,
arterial qon bosimining ko'tarilishi, mushaklarda spazmlar, temperaturaning ko'tarilishi bilan belgilanadi. Demak, tutqanoq harakatchanlikdan yoki shovqindan kuchayadi. Yurak ritmi buzilishi kuzatiladi, nafas yetishmovchiligi kuzatiladi. Immunoglobulin asosiy davolash vositasi hisoblanib, jarohatni jarrohlik, tozalash, antibiotiklar berish, sedativ, ya'ni tinchlantiruvchi vositalarni berish, kerak bo'lsa, sun'iy nafas oldirish, reanimatsiya bo'limiga yotqizish hisoblanadi. Endi AQDS degan vaksina bor. 2, 3, 4, 16 oyligida, 7 yoshida, 16 yoshida qilinadi. S degani stolbnyak, A degani atsalvirunniy degani, K degani ko'klush, difteriya, stolbnyaklarga qarshi emlash ishlari o'tkaziladi. Endi bu haqida, bu demak kalendar emlash haqida alohida mavzu bor. Buni sal keyinroq o'tamiz. Gazli gangrena. Demak, anaerob infeksiya qo'zg'atuvchi Clostridium perfringens deb ataluvchi, mana oyoq panjasidagi holati, masalan, biroz yaralanishidan boshlab, bu suyaklarning ham chirib ketishigacha olib keladigan holat. Kuchli og'riq, teri ostida gaz to'planishi, krepitatsiya deyiladi, nekroz bo'lishi, ya'ni hujayralarning nobud bo'lishi, juda xavfli, tezkorlik bilan mm, jarrohlik amaliyotini o'tkazish kerak bo'ladi. Gaz pufakchalari hosil bo'lganligidan o'lgan hujayralarda, demak, mm, shuni gazli gangrena deyiladi, shuning sabab. Sepsis, demak, xalq tilida qon zaharlanishi deb ataladi. Bu infeksiyaga javoban organizmning immun tizimi haddan tashqari faollashib, o'z to'qima va a'zolariga zarar yetkaza boshlaydi. Hayot uchun xavfli holat. Bunda infeksiya bir a'zodan, demak, butun tanaga tarqaladi. Masalan, demak, infeksiya qonga o'tishi, qon orqali tarqalishi. Kelib chiqish sababiga ko'ra, demak, bo'lishi mumkin bakteriya, virus, zamburug'lar. Ular qonga tushib, tizimli yallig'lanishlarni boshlaydi. Asosiy belgilari, demak, tana haroratining keskin ko'tarilishi, isitma yoki pasayishi, yurak urishi va nafas olishning tezlashishi, kuchli qaltirash, holsizlik, ongning e, demak buzilishi, uyquchanlik. Agar uzoq vaqt davolanmasa, septik shok va poliorgan yetishmovchiligiga olib kelib, bu o'lim holati bo'lishi mumkin. Demak, sepsis faqat shifoxona sharoitida maxsus terapiya, ya'ni dori vositalari yordamida davolanadi. Uy sharoitida davolab bo'lmaydi. Absses bu to'qimalar yoki a'zolarda chegaralangan bo'shliq hosil bo'lib, uning ichida yiring to'planishi bilan kechuvchi o'tkir yallig'lanish jarayoniga aytiladi. Odatda organizmga bakteriyalar, masalan, stafilokokk kirishi natijasida yuzaga keladi. Infeksiya teridagi kichik jarohatlar, demak, tirnalishlar yoki ichki a'zolardagi boshqa yallig'lanishlar orqali tarqalishi mumkin. Absessning boshqa yiringli jarayonlardan, flegmonadan farqi shundaki, u maxsus kapsula, piogen parda bilan o'ralgan bo'ladi. Bu parda yiringni atrofdagi sog'lom to'qimalarga tarqalishidan to'sib turadi. Absess tananing istalgan joyida bo'lishi mumkin. Masalan, rasmda ko'rganingiz bu o'pkadagi,
teri ostida, ichki a'zolarda, mushaklarda yoki suyaklarda ham bo'lishi mumkin. Asosiy belgilari mahalliy og'riq va shish, terining qizarishi va harorat ko'tarilishi, umumiy holsizlik va tana haroratining ko'tarilishi bilan belgilanadi. Davolash, demak, absessni davolash asosan jarrohlik yo'li bilan amalga oshiriladi. Shifokor yiringli bo'shliqni yorib, ichidagi, demak, yiringni chiqarib tashlaydi va antibiotiklar beriladi. O'zboshimchalik bilan, demak, siqish yoki uy sharoitida davolash xavfli, chunki infeksiya qonga o'tib ketishi mumkin. Flegmona bu yog' hujayralari va biriktiruvchi to'qimalarning chegaralanmagan o'tkir yiringli yallig'lanishidir. Absessdan farqli o'laroq, flegmonaning aniq chegarasi yo'q va u atrofdagi to'qimalarga, mushaklar orasiga va ichki a'zolarga tez tarqalishi xususiyatiga ega. Demak, ko'pincha stafilokokk, streptokokk va boshqa patogen mikroorganizmlar tushishi tufayli yuzaga keladi. Infeksiya terining shikastlanishi, limfa yoki qon tomirlari orqali yoki mavjud infeksiya o'choqlarida o'tishi mumkin. Joylashuvi teri ostida, mushaklar orasida, bo'yin, yuz jag sohasi va hatto ichki a'zolar atrofida yog' qatlamlarida uchrashi mumkin. Flegmona juda tez rivojlanadi va quyidagi alomatlar bilan kuzatiladi. Tana haroratining keskin ko'tarilishi va umumiy holsizlik. Yallig'langan sohada kuchli og'riq, shish va qizarish. Zararlangan joyning qattiqlashishi va mana harakatlanganda og'riqning kuchayishi bilan namoyon bo'ladi. Flegmona o'ta xavfli kasallik bo'lib, o'z vaqtida davolanmasa sepsis yoki ichki a'zolarning og'ir shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Odatda jarrohlik yo'li bilan yiringli o'choq ochiladi, tozalanadi va antibiotiklar bilan muolaja qilinadi. Osteomiyelit bu suyak to'qimasi, suyak ko'migi va uni o'rab turgan yumshoq to'qimalarning yiringli yallig'lanish jarayonidir. Uni sodda qilib, demak, suyakning yiringli shamollashi deb ham atash mumkin. Endi kelib chiqish sababi bunda ham mikroorganizmlar, masalan, demak, streptokokk yoki stafilokoklar bo'lishi mumkin. Demak, bu infeksiyalar suyakka bir necha yo'llar orqali o'tadi. Birinchisi gematogen, ya'ni qon orqali, demak, chipqon, angina, tish chirishi va boshqa holatlarda. Jarohat orqali ochiq sinishlar, og'ir jarohatlar yoki jarrohlik amaliyotlari vaqtida to'g'ridan to'g'ri suyakka infeksiyaning tushishi, demak, qo'shni to'qimalardan o'tishi orqali yuzaga kelishi mumkin. Asosiy belgilari, demak, osteomiyelit odatda to'satdan va o'tkir boshlanadi. Zararlangan suyak sohasida kuchli og'riq, demak, tana haroratining ko'tarilishi 40 gradusgacha, zararlangan joyning shishi va terining qizarishi, umumiy holsizlik va ishtahaning yo'qolishi. Demak, o'tkir va surunkali osteomiyelit bor. O'tkir osteomiyelit mana kasallikning birinchi marta to'satdan namoyon bo'lishi. Surunkali, demak, o'tkir davri to'liq davolanmaganligidan yuzaga keladi va vaqti bilan qo'zib turadi. Suyakdan yiring oqishi kuzatilishi mumkin. Xavf omillari, demak, quyidagi holatlarda osteomiyelit rivojlanish xavfi yuqori bo'ladi. Mana qandli diabeti bor insonlarda, immuniteti pastlarda, mana OIV yoki AIDS yoki surunkali boshqa kasalliklari bor insonlarda. Yaqin orada, demak, olingan suyak jarohatlari yoki operatsiyalarida qon aylanishining buzilishi bilan bog'liq holatlarda. Osteomiyelit jiddiy kasallik bo'lib, o'z vaqtida davolanmasa, suyakning yemirilishi, bo'g'imlar harakatsizligi yoki qon zaharlanishi, ya'ni sepsis holatiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun, demak,
Yuqoridagi belgilar kuzatilganda zudlik bilan xirurg yoki travmatolog ko'rigidan o'tish zarur hisoblanadi.